18-mavzu quvib o'tish va o'zib ketish. Qaranglar. O'zib ketishga ruxsat beriladi chap tarafdan ham, o'ng tarafdan ham qo'shni tasma orqali. Quvib o'tish bo'lsa faqatgina qarama-qarshi yo'nalishga chiqib o'tib ketish hisoblanadi. Quvib o'tayotgan va o'zib ketayotgan haydovchi обязательно manevr boshlashdan oldin поворотni yoqish kerak. Manevr tugallagandan so'ng darhol поворотникni o'chirish kerak bo'ladi. Endi tartibga solingan chorrahalida quvib o'tish taqiqlanadi. Bundan tashqari teng ahamiyatli chorrahalida quvib o'tish taqiqlanadi va ikkinchi darajali yo'lda quvib o'tish taqiqlanadi. Lekin asosiy yo'lda quvib o'tishga ruxsat beriladi. Quvib o'tish taqiqlangan chorrahalida haydovchiga o'zib ketishga ruxsat beriladi. Quvib o'tish taqiqlanadi piyodalar o'tish joyidan oldin va temir yo'l kesishmasidan oldin quvib o'tish taqiqlanadi. Temir yo'l kesishmasidan o'tgandan keyin quvib o'tsa bo'ladi. Lekin imindi 100 metrdan kam masofa qolganda quvib o'tish mumkin emas. Mana bu yerda hali 300 metr bor, bu vaziyatda quvib o'tsa bo'ladi. Bundan tashqari quvib o'tish taqiqlanadi xavfli burilishlarda va balandliklarni oxiriga yaqinlashib qolganda. Lekin haydovchi balandlikni boshida quvib o'tishga ulguradigan bo'lsa, bunaqa vaziyatlarda haydovchiga quvib o'tishga ruxsat beriladi. Keyin chapga burilayotgan mashinani quvib o'tish taqiqlanadi. Agar haydovchini quvib o'tishayotgan bo'lsa, unga chapga burilish, hattoki chapga поворотni yoqish ham taqiqlanadi. Keyingisi chapga burilayotgan mashinani qoida bo'yicha o'ng tomondan o'zib ketishga ruxsat beriladi. Quvib o'tilayotgan haydovchiga tezlikni oshirish yoki boshqa xatti-harakatlar bilan o'zini quvib o'tishga to'sqinlik qilish taqiqlanadi. Aholi yashash joylaridan tashqarida quvib o'tayotgan haydovchi faralar bilan migat qilish kerak va tovush ishorasini berish kerak. Aholi yashash joylarida bo'lsa faqatgina faralarni o'chirib yoqishga ruxsat beriladi. Signal chalish mumkin emas. 3 ta tasmali yo'llarda o'rta tasmadan quvib o'tishga ruxsat beriladi. Lekin chap tasmadan quvib o'tish taqiqlanadi. Keyingisi oldingi mashina quvib o'tishga chiqmoqchi bo'lsa, uni quvib o'tish mumkin emas. Orqada kelayotgan mashina bizani quvib o'tishga chiqmoqchi bo'lsa, bizaga quvib o'tish mumkin emas. Quvib o'tgan haydovchi обязательно o'zini tasmasiga qaytib olishi shart. Undan tashqari haydovchi quvib o'tishga chiqqanda ro'paradagi mashinani ko'rib qolsa ham o'zini tasmasiga qaytib olishi kerak, faqat quvib o'tilayotganga xalaqit bermasdan. Keyingisi aholi yashash joylaridan tashqarida 2 ta tasmali yo'llarda tezligi 50 kilometrdan oshmaydigan va uzunligi 7 metrdan ko'p bo'lgan mashinalar shunaqa oraliq masofa saqlash kerakki, ularni quvib o'tayotgan mashina ro'paradagi mashinani ko'rib qolganda ularni orasiga tura olishi uchun.